Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishchiklari alohida talab qilgan. Bu filmni Mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatini bilish kerak. Qandoq deysan? Qaram. Nazifa markasdagi qochqichlar azam emasdi. Sog'lomlikning muhim narsani bilmadi. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildi. Rahmat dada. Nazifa qochqichilari. Yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'a qiling. Ular xushal bo'lsin. Ham sog'lom bo'lsin. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barkatli qadamlarimda men organiya ishlatilgan ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsa. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organiya chash sopillari. Ha, keldinglarmi bola? Adamchu. Ha. O'yjursa advokat bilan birga. Ha? Nima? Aldınqı meydanda siz şahını yötküvertmegen bo'lsangiz, yengilmaydingiz. Qarang. Endi. Ha bola. Qara gapinglar bormi? Dada. Bu odam sizning ujran nemish qildi? Qanday gap? Akbarjon meni advokatim. Qaramashdan bo'lmamda. Ekber. Gidim. Siz xohlagancha kirib chiqadigan uy emas. Voy, sizlar. Olim bo'lasizmi? Hozir dadangizga advokat. Uy kelgan mehmon boshida muomala qilamda. Dada. Sizga mushunda qilish ketamda? Ha? Bizni nimishqa mushunda qiynaysan dada? Biz faqat chiryamidik, bizmi? Nimaga chidamadingiz? Hamma chiryamidi. Ket. Arzu qilamsan, sol kuysansan, u uzoqlashi. Qulog'ing kaynadi qiz. Anıpka, sen öydün mü şuna kılanda? Kısan siz. Manda edepsizlik kılırsın. Sıkıldın Açam. Ne oldu ya? Sen bunu necəsin? Gittin mi? Erzıkın dada, erzıkın. Qulog'ing kaynadi qiz. Boğazımızı soğuttu be. Dada. Şimdi şey geçti. Endi özen qarab birish qiz. Qizlar, nemi da'vatda? Dada. Arzu bekor qilamsan, qilmabsan. Arzu bekor qilsam, bugun uydan chiqib ketaman. Dada, ma'qul desang bo'lmam bu. Shunga. Men qarorimni o'zgartmayman. Dada. Dada. Nimiş kılattı? Kırattı gidemse? Gülüm ama. Sana başı sana olmasın. Bir bakalım hemen bu ayda sürüyorum. Çıkıp gidiyorum. Lan! Ay sağlamsa balı oldu. Gezini kıla bana. Neden de çırpıcılığı kalmadı ya ama. Bu nakşin nerede gelgen? Uyda diyen olmuştu. Kompüterin işi kirib kelgan mi? Yağmurum yağdı. Yağmur akıcı qayoqsiz? O'z o'zigandingiz. Hech kim boshqalar birisi sizga bunday uy bitib qo'ymadimi? Yo'q, Bizning xislatxon uyga saqchilanib qolganda. Sening uyingda sen opang naqshi talamda? Opam Cho'qimli yaxshi ma'lumotlar bo'lsa, taklif qilib o'g'limni sistemliq bir tarbiyaligim bor. Yaxshi ekansan. O'g'lim cho'qim. Mushu vaqtda sen ovozingni bak diqqat qilmasang, ovozing buzilib ketib qolmasin. Manda chiroy bo'lib, Şinjan televiziya stansiyasi xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun cho'ng hajmli Yipak yo'li sadosi nomidagi programmani tantana bilan yo'l qo'ymoqchi.
Program munbirga mamlakatimizning ichi va sirtiga to'nilgan Abdulla Abduriyim, Mahmud Sulaymon, Erkin Abdulla, Nurnisa Oldirash. Kim bilan paranjotgan bu kechada? qatorliq joylarda tizimlash nuqtasi ta'sis qilindi. Ha. Nada? Ha, topdim. Ha. O'zing nada? Nima? Ramilaninkida? Voy, bo'shaq gap qila. Ammam anglab qoldi. Mundoq. Voy, opam o'zining uyida anglamaydi. Hay, ochig'im keldi deb mustaqil uydan chiqib ketgan bormi? Ish qilib, mushundaq qilishga dadam o'zi majburladi. Qiziqkansan. Hay, mustaq ochig'im keldi deb chiqasan, aşk so'ras. Qaysar bilan Jasur, ular nada? Men nedim bilay. Qaysar To'rxonga kirma deb atadi. Jasur doktorxonaga ketgandi, yoki o'zining uyiga ketgandi. Tang, men uqmayman. Jasur hozirga chiqib ketganmidi, ha? Ha. Telefonim oldi. Kuchimni qaytarmadi. Ansirab qoldim, naladim yurganda bu kesdi. Yerim satıp ket, kim bilan paranjotgandi bu? Bunun bir ish bo'lib qolmaganda. Xonimka, bu bolalarınız nimanchi jahil deymi? Siz ko'nglingizni ammaga afgan. Hamma ayıp mende. Şu bolalarni kichik vaqtidan tortib, mashundoq agi o'gitib qo'ygan odamdaman. Endi ularni og'irini olamdim. Xonimka, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Qanday qilatdim, mashundoq turib boqay. Ya bu bolalar aqlini topa. Ya mendan oladiganini olaman, shuni tashlab bir ketaman. Xonimka, bu nimliginiz endi? Aka, bolalarınız rastlı siz bilan qarama-qarshi turmoqchi bo'lgan bo'lsa, ularni advokat taklif qilsa, bu deloda yengilmaydiganligini burunli bilgan bo'ladi. Ularning advokat taklif qilmasligidagi sabab balkim siz bilan bo'lgan orliqning jiroqlab ketishini xohlamagan gap. Shundoq bo'lgankan, demak, ularning ko'ngli yanada siz bor degan gap olimka. Men shu Ramilaning uyida bir necha kun turaman. Jasur ya doktorxonasida, ya bu o'zining uyida tura. Eng uvalog'ini Qaysar bo'ldi. Uning bordiga yerim yo'q degina. Şu To'rxonaga bordi, uningdan boshqa bordigan yer bo'lmasa. Sen balaning cho'ng turib, ashunaq yamonlab bersang, oshiq qanday qilmoqchi? Hey Parizat, sen mening karitim bir narsa yotamsan? Men sana necha qidim dedim-ku, karitim bir narsa yema deb. Qanlashmagan. Hay men mehmonxona uyda yeb bo'p juqshtiribman. Ajabim to'la gap qildi ekansan. Men sana degan narsalarni hozirlab kelpa. Uqdingmi? Ramila sirtqa chiqib ketdi. Tilda vaqtim bo'ldi. Ma gaplarning hammasini hammomga dema, nadligimni demagan. Voy uqdim. Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Vay. Po'lat.
Bu kech telefon qapsizg'u. Qaytib keldingmi? Ha. Besiz qaytib kelibsan-ku. Sen uyda yolg'iz tursan, sen yolg'iz qo'yg'im kelmidi? Voy, ishqisi yo'q deyishni qilavermay. Adash, sanchi achchiq to'qib ko'rinsa keldi. Qo'lan yuvib chiqib yo'la. Voy, yo'q. Qo'pa. Bular nozlanmay qo'lan yuvib chiqa. Oho. Hadi. Achchiq o'si. Ular. Aslım rahmetli. Amsa xislat hozir nerede? Adash, Kela. Mana. Ishonchga o'tamda. Bu kecha kim kelgandi? Meni qo'y ishkimiz deb kelmaydi, seni deb keldimi ya? Parizat aytmadim ketmasligini. Adash bir erkishga. Ayshi? Nimaga? Yo'q, dodongda qilmaydi. Xislatmi shu edimi? Xislat yo'q. Xislat. Aytdan ağaç geldi. Akka, nägvadim? Kila akka paranlaşaylı. Akka. Akka. Öyle hiç kim yok akka. Kayser'den kısmen yıktaklarını elip bu ödün çık gitti. Akka. Sen bu öyle tozlattın. Yine erzanı kaytırmamamsa akka. Sen zaten neyime maksedi yetmekçi. Rastlı ballarına boşuna katı kolluk kılamsın. Rastlı divanlı kesili bok kaldım da aga. Sen zaten deyip kılmakçı. Bana bir gap kıgıda aga. Bekkel çok gitti. Ol bırak deme. Балдарыңыз растында сізден қарым-қарсы тұрмақшы болған болса, ularni advokat taklif qilsa, bu devlet yengilmaydiganligini burunlab bilgan bo'ladi. Qalğaç markalı sopun paraşugi vətib erkin çıxırısı. Vay neminang? Kirnang. Qalğaç markalı sopun paraşugi. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdarligini olgan Ot Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidir? U zodi nima tayyorlagandi?
Diqqətingiz ekranda bo'lsin. Rahmat. Çayning ta'mi ajab yaxshi ekan. Direktor, siz Farizat bilan qanday aloqalashdingiz? Ha? Mushta ochiq tomoq yeysanlar. Oshqozonlar buzilmami sizlarni? Farizat bilan qanday aloqalashdingiz deyapman. Uyingizga telefon qilgan. Uyga? Uyning telefonini nereden bildiniz? Aliye'den sordum. Şunun bilan uyingizga telefon qilsam, nevra achingiz oldi. Şunun bilan men ishga paydo qildim. Ana. Sizga men beraymi? Ana. Gap tushmabdi-ku. Akşam doktorxonada jornaliga o'xshaydi. Ha, shundaqmi? Apa, Jasur umurga yaxshiroq muomala qilsanglar bo'lmasmi? Bu oqshom men uyga keldim. Nima bo'pti? Apa, Jasurning dadasining ishlari uning xatolik bo'lmasa, har suni bunda qo'pollik qilaversangiz, bu hikoyangiz kelamda. Barna! Dada, siz buni uchrayapsizmi? Qo'rni baland kelamaydi. Agar ishga olmasam bo'ldi, insolar. Buniki bo'yiga mening kelgim kelmaydi. Barna, nima bo'ldi? Ha? Attiga nasıl yig'lamsiz? Barna, sizmize taze mıdır? Bana urushib qolmaysizlar. Yo'q. Bu shundoq yaxshi. Shundoq bo'lganki, do'stingiz bo'za qilmay, dasturxon turmay uyga keting. Qahvangizga rahmat. Dasturxon boshqa chiqaversa. Akşam uyga ketmaganmi? Kecha ishlab, tavot ishig'ini uxlab qoldim. Bugün çokum uyga qaytdim. Ulan da tutulsanız uyga uxlab. Salomatlik muhimda. Yo'q. Direktor. Biz yurayli. Ha? Direktor, ma siz bir taraf qilamiz. Biz yurayli. Direktor, soat 3da yig'inimiz bor. Yig'inimga qatnashma, lekin biz yurayli. Direktor, boshqa qanday yursam bo'lmaydi. Xislat. Direktor. Xislatku. Xislatni sağ. Xislat Ayla.
qaytarib akilish. Shundoq. Ularni uyga qaytarib kelmasak bo'lmaydi, uka. Qanday qilsak bugunla uyga qaytib kela. Alimka. Ballarınız sizni rostilla pulni deb arz qildi deb o'ylab qoldi. Meningcha arzingizni qaytarib olsangiz ularning qaytib kelishi natoyim ekan. Yo'q. Hozircha arzni qaytarib olsam bo'lmaydi. Men tax maqsadimga yetganim yo'q. Boshqa bir amal yo'qmi? Alimka. Bugunla ularni qaytarib kelamiz desak, vaqt yetmasmiki? Tunugun ularning nada yurganligini bilmadim. Lekin yurak parlarimning bunda sarson bo'lib yurganini o'ylasamla yuragim og'rib ketadi ekan. Men chidamaydi ekanman afka. Uni ustiga havomi bak sovib ketdi. Talatuzda yuraversa, sovuq tegib og'rib qolishi mumkin-da. Alimka. Bir amal bor. Sinab beqishga tamamen bo'ldi. Nima amal? Hozir balalaringizning turmushida ikki odam krizis bo'lyapti. Menimcha bu ikki odamni siz uyga tamoq taklif qiling. Bu ikki odamning uyga tamoq kelganligini balalaringiz anglasa, ular cho'qim qaytib keladi. Shundaqmi? Kimlarni deysiz? Ben tushundim. Ma amal bo'ldi. Mening ikki mehmonim bor. Ikki? Kimlar? Birisi mening advokatim. Nima? Advokatni shu boshlab kelamsa tag'a? Tug'miyman qilsa, qaysi kuni xislatning alpozini ko'mdingmi? Ko'rdim. Ko'rgashga da'vatiman. O mening advokatim. Shu kuni xislat uningga bak beadablik qildi. Kechirim so'rab qo'ysam bo'lmamda? Lekin Yanichi? Yana birisi Ayshamxon. Ha? Aka, tag'a. Oy, sen bu Ayşemni bu uyga tamoq chaqirsan qandoq bo'ldi? Nimachi jiddiylashish bu? Biroq oddiy tamoq-ku. Tayyorlik qo'yinglar. Men chiqib kiray. Voy bu qandoq bo'lib ketdi endi? Hey bu degan oila ish tursa, buning Ayşemni aralashtirib oldigan. Shuni deyman-a, hamma qarshilgan xotin-ka bu. Xislatlar anglisi terkib kulib qolgan bo'ldi. Endi rostli uyga qaytmam Safka. Qaysi qaytma aka? Nasrimni qo'ydigan yami qolmadi meni. Shuni sen izlab keldim. Men dastlasa uyga qo'yib to'g'ri. Bulamdi. Qarab turib bir obdan oilaga ko'z tekkanda kishi bo'ldi desa. Hey. Nima? Kim keldi? Rostmi? Ma ishni. Ha, bildim. Nima bo'lgan aka? Ne kim dedi kayna? Tag'am Ayshamxonni uyga tamoq chaqiribdi. Naqlimiz. Nima? Uyga chaqiribdi? Yaqayonni rostdan uyga chaqiribdimi? Kechki tamoq? Dadam bilan. Nima? Advokat bormikan? Bildim. Undaq kechda ko'rishaylik. Sen bozorga beraver. Dadam salom qildi. Salom qildi.
tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, chiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xayol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham barliqim. Bana geldim. Kızım, keldingizmi? Huzur tövgi sütü etken çeyi, yedingdan anamning mehrli ketini tapaman. Huzur tövgi sütü etken çeyi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilib, xo'rlik, haqqilik, bombiq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suvsinish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşugi. Vətib erkin çıxırırsın. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşugi. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Çilger gülnün tikini bürge, güzel dur yüzü de dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini bürge, güzel dur yüzü de dağ bulsun o ay. Mertler hemmige okşaşlar Şaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat bakıttır, bakıt kanaat. Esindin ketmisin şu adli savat. Kısmetler hemlige okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat bakıttır, bakıt kanaat. Esindin ketmisin şu adli sabah. Esindin ketmisin şu adli sabah.